Assalomu alaykum treyderlar, charchamasizlar, zo'rmisizlar? Keldi sizlar bilan bugun hammaga yoqadigan FIBO haqida gaplashamiz. Xo'p, FIBO haqida qisqacha tushuntirib beradigan bo'lsam, bozordagi uровень va zonlarni aniqlab beruvchi eng yaxshi instrumentlardan bittasi hisoblanadi. Nima uchun? Agarning bozorda oqim o'zgaradigan bo'lsa va bozorning kelgusi yurish nuqtalari va bozordagi откат beradigan bo'lsa, biz uchun kirish va chiqish nuqtalarini juda ham chiroyli va mukammal ko'rsatib beruvchi eng zo'r a, instrumentlardan bittasi hisoblanadi. Xo'p, Fiboni tortish usuli qanaqa bo'ladi? Agarda demak bozordagi deylik kelinglar Fiboni ko'rib chiqamiz birinchi o'rinda. Xo'p, agarda bozorning oqimi ya'ni kuchli selga qarab oqib kelayotgan joydan, kuchli selga oqib kelayotgan joydan bayga qarab turib, tepaga qarab turib o'zgaradigan bo'lsa, ya'ni trend buzilish paydo bo'ldi va trend buzilgandan keyin bozor sikli bayga o'zgargandan so'ng bizda Fibo tepadan pastga qarab tortiladi. Eslab qolish kerak, tepadan pastga qarab tortiladi. Agarda bozorning oqimi tepaga qarab turib o'sayotgan joydan pastga qarab turib o'zgaradigan bo'lsa, unda biz Fiboni pastdan tepaga qarab tortamiz. Sodda va juda ham osonroq bo'ladi. Ya'ni to'g'ri tortish usuli mana shundan iborat bo'ladi. Xo'p, nima bizga afzalli tomonlari bor Fiboni? Xo'p, birinchi Fiboni qaysi zona qanaqa kuchga egaligini birinchi o'rinda bilib olishimiz kerak. Ya'ni biz o'sha foydalanmoqchi bo'lgan Fiboning qaysi zonalari bizga juda ham katta rol o'ynaydi. Birinchi o'rinda bozor sikl o'zgargandan so'ng 0 va 100 zona bozordagi eng katta hajmga ega bo'lgan, ya'ni supply demand zonalari, talab va taklif beruvchi mumkin bo'lgan eng kuchli zona hisoblanadi. Ya'ni bozorning oqimi o'zgardi va tepaga qarab turib o'sgandan keyin bozor 100 zona atrofidan, ya'ni taklif juda ham kuchli bo'ladi, ya'ni откат uchun bozorni. Va bizga kuchli pasayish qilib beradi. Pasayish qilib berganda odatda bizda 3 ta eng kuchli va eng katta ob'yomga ega bo'lgan zonalar paydo bo'ladi. Ya'ni dalifga qilish uchun va kimdirlar bozorni откатidan kirish uchun, ya'ni mana shu nuqta biz uchun sotib olishning yaxshi imkoniyat deb hisoblashadi. Hop, birinchi o'rinda bizdagi 50 zonamiz. Bozordagi 50 zona eng ko'p takrorlanuvchi va bizdagi o'rtacha 50% kuchga ega bo'lgan zona hisoblanadi. Ya'ni 50% katta ob'yomdagi treyderlar mana shu nuqtadan boshlab sekinlik bilan buy kirishni boshlaydi. 38 zonamiz bizdagi o'rtacha 70% katta kuchga ega bo'lgan ikkinchi eng kuchli zonamiz hisoblanadi. Va 23.6 zonamiz bozordagi bizdagi o'sha 83% katta kuchga ega bo'lgan uchinchi va eng oxirgi katta zonalardan bittasi hisoblanadi. Xo'p, agarda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, biz qaysi zonalardan biz Fiboda sotib olishimiz va o'sha nuqtadan bozorga kirishimiz to'g'ri hisoblanadi. Demak, agarda bozorda 50 zonasiga kelib turib, bizdagi agarda bayga o'zgargan bo'lsa, qaysi to'g'ri time frame bayda yopilib beradigan bo'lsa, zonamizni tegini yorib yopilolmaydigan bo'lsa-da, unda bozor razvoratiga sekinlik bilan qo'shilsa bo'ladi. Ya'ni kichik lot bilan. Katta ehtimoli bo'ladi bozor 70 va 83 zonasiga, ya'ni 38 va 23 zonalarga yana bir martadan test qilib berish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Xo'p, bu zonadan keyingi bizdagi eng kuchli zona bu 74.6 zona hisoblanadi. Bu zona bizda Fiboda ko'p kishida chiqmasligi mumkin. Buni Fiboda mana bu o'ng tomonni bosib turib, svoystiga kirib, уровень degan joyga kirib turib, mana shu yerdan sizlar qo'shib olsanglar bo'ladi. Ya'ni добавить уровень qilib qo'shib, mana shu yerdagi security zonadan qo'shib olsanglar bo'ladi. Yana bitta security zonasi bor. Bu 123.6 zona hisoblanadi. Bu ham bozordagi security va eng kuchli zonalardan bittasi deyiladi. Xo'p, mana bu ikkita zonani ahamiyatini aytib beraman sizlarga. Bu qanaqangi kuchga ega va nima bizga kerak bo'ladigan ahamiyati bor. 123.6 zona bozordagi D1 time frame uchun yoki deylik H4 time frame uchun shpilka vazifasini bajarish mumkin. Ya'ni aldamchi breakout qilib, ya'ni 100 zonani aldamchi buzib o'tib, ana undan keyin bozor 100 zonaga qaytib kiradigan bo'lsa, kuchli sell mumkinligini ko'rsatib beradi. 74.6 zona bu bozordagi startviy zona va agarda bozordagi katta ob'yom 74.6 zonani tepasida yopilib beradigan bo'lsa, katta ehtimol bilan bozor yana tepaga qarab ketadi. Lekin 74.6 zonani pastida yopiladigan bo'lsa, bozor yana kuch bilan pastga qarab ketaveradi. Ya'ni bizdagi juda ham muhim bo'lgan eng katta va eng muhim zonalardan bittasi hisoblanadi. Security zonalar orasida 74.6 zonani tepasida bozor yopilib beradigan bo'lsa, kuchli bayga qarab qo'zg'alishi, 74.6 zonani pastga yopiladigan bo'lsa, ya'ni kuchli sellga откат berishini ko'rsak bo'ladi. Endi biz qanday qilib Fibon tortamiz? Keling, real grafikda ko'raylik bu narsani. Ya'ni bozorda bizda kuchli oqim paydo bo'ldi. Oqim paydo bo'lgandan keyin Fibon tortishlar uchun birinchi o'rinda bizdagi undan oldingi hayimizni yangilab berish kerak bozor. Ya'ni undan oldingi hay nima degani? Eng oxirgi, ya'ni Fiboni buzib o'tishdan oldingi hay
kimdirlar mamnun olishi mumkin. Trend buzilishidan oldingi hayam noto'g'ri bo'lmaydi, buzilgandan so'ng paydo bo'ladigan hayam noto'g'ri bo'lmaydi. Xo'p, hayda olamiz va biza mana bu nuqtaga tortib olamiz. Bu nuqtadan mana bu nuqtaga biza Fiboni tortib olamiz. Ya'ni eng oxirgi minimum nuqtaga va eng oxirgi maksimum nuqtaga tortib olamiz. Bizda hay buzilish bo'lgan va bozorda ko'rib turganlikdek maksimum juda ham yaxshi shakllanib bergan. Bunaqa holatda nima paydo bo'ladi? E'tibor beramiz bozorga. Ya'niki bozor bizda kuchli tepaga o'sdi, 100 zonani qo'ydik va bozor atkat beryapti. Atkat berayotgandan keyin ko'rib turganlaringdek bizda 23.6 zonaga bozor yaqinlashib kelyapti. Bizdagi stop loss zonamiz qayerda bo'ladi? Stop loss zonamiz imminni 0 zonani tagida qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. 0 zonani tagiga qo'yib turib, imminni mana shu nuqtadan biza stopni qo'yib turib, mana shu nuqtadan bozorni bayiga ishlasa bo'ladi. Ya'ni stop qo'yish обязательно shart Fibo uchun. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsanglar, 100 zonamizga kelib urildi, 23 ga keldi, atkat qilyapti, 38 zonamizni yana bir marta test qilyapti, ya'ni 23 zonani test qildi. 38 zonamizga yana bir marta atkat berib to'xtalyapti. E'tibor bersanglar, 74.6 zonamiz tepasi yopilib bera olmayapti va atkat beryapti. Va nima qildi? Bozor 74 zonani tepasiga shpilka berib, qisman yopilganday qilyapti. Endi mana shu joyda bizlardan xohlaydigan bitta narsamiz bor. Ya'ni 74 zonani tepasi yopilyapti, kuchli yurish qildi va 100 zonadagi liquid, ya'ni 123 zonamizga test qilib berdi. Bunaqa holatda e'tibor bersanglar, bozor 123 berdi, endi aldamchi harakat qilib pastga oqib ketishi mumkin degan xavfni juda ham katta yuqori qiladi. Ana unda biz mana bu yerda kirgan 38 va 23 zonadagi bitimlarimizni 0 dan 23 ga o'tkazib qo'yishimiz kerak. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz 100 zonani yorib o'tgandan keyin mana bu yerda bitimimiz bor edi, kirgan bitimimiz. Stop loss zonamiz mana buni tagida edi, 0 zonani tagida edi va 100 zonamizni yorgandan so'ng biz stopni 0 dan 23 ga tagiga o'tkazib qo'yamiz. Ya'ni bizdagi bejuz bitga hisoblanadi. Mabodo agar pastga kelib turib 23 zonani yoradigan bo'lsa, biz darshi ketib qoladi. Nima uchun? Chunki bizdagi 123 zona lavushka tepa liquid yig'ishtirganlik vazifasini bajarib qoladi, shpilka va liquid bo'lib qoladi va bozor pasayishda davom etadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan 0 zonamiz olib ketadi. Lekin bozor pasayish qildi, tepaga ko'tarilib berdi. Atkat qilib, baribir harakat tepaga qarab turib boshlayapti. Ana unda bizda qanaqa jarayon boshlanadi? Bizda 100 zona bizda yorib o'tildi. Ikkinchisida bunaqangi darajada atkat uchun xavfsiz hisoblanmaydi. Yana bozor tepaga ko'tarilyapti. Ko'tarilgandan keyin e'tibor bersanglar, bozordagi katta ob'yom 74.6 zona tepasi yopilgani hisobiga bozor harakatni shiddat bilan bayiga harakat qilyapti. Va undan keyin bozor tepaga kuchli o'sib berib turib 161.8 zonamizga kelib urilyapti. Bu zona bozordagi eng kuchli zonalarimizdan bittasi hisoblanadi. Bu zonadan bozor o'zini, ya'ni 100 zonani yorib o'tdi. Bizdagi kirilgan 23 dagi zonamiz katta ehtimol bilan 74.6 zonani tagiga qo'yishimiz kerak. Tushunasizlar, mana shu yerda secret hisoblanadi. Ya'ni bozordagi mana bu stop lossimiz 23 deydi, 100 zonamiz yorib o'tdi, 161 ga kelib urilgan paytida hamma kirgan bitimlarimiz 74.6 zonani tagiga sudraladi. Va bozor yana tepaga qarab ko'tariladigan bo'lsa, dalshi shunaqa qilib, ya'ni 74 ga ko'tardik, 123, 161 yorib o'tdi, 194 ga chiqdi va katta ehtimol bilan 74 tagidagi zonamizni 0 tagiga sudrab qo'yamiz. Agar bozor dalsh tepaga qarab ketaveradigan bo'lsa, 194 yorib o'tdi, 261 ga bordi, 0 zonani 123 ga ko'chiramiz. Bozorda 261 yorib turib, agar 423 ga chiqadigan bo'lsa, biz yana 161 ga ko'chirib qo'yamiz. Hali bizda 423 ga kelgani yo'q va kirilgan bitimlarni imini u yoqqa o'zgartira olmadik. Endi to bozordagi sikl o'zgarmaguncha, ya'ni bozordagi sikl o'zgarmaguncha biz bayda kirgan bitimlarimizni yopmaymiz. Ya'ni trend buzilishi kerak. Endi e'tibor beringlar, mana bu yerda bitta jarayon bor. Ключевой joyi, ya'ni bozordagi trend o'zgardi, sikl o'zgardi degan joyi, ключевой joy. Mana bu nuqtadan biz Fibo tortganimiz bilan e'tibor beringlar, Fibo tortganimizdan keyin bizdagi oltin qoida bor. Ya'ni oltin qoida nimadan iborat? Agarda bozordagi o'sha biz kutayotgan kuchli nuqtalarimiz, zonlarimiz deylik, zonlarimiz. Agarda 38 zonadan biz bitim ochdik va katta xavfi bor, bizda necha zonamizda 23.6 zona. Agarda bozor mana shu 23.6 zonada sell pozitsiyada urib turib, sell pozitsiya berib yopilmasa, ya'ni tepasiga o'sib ketdi, mana bu sell pozitsiyada yopilib beradigan bo'lsa, biz keyingi sechadan sellga kirganimiz afzalroq hisoblayman. Ya'ni to'g'ri kirish hisoblanadi. Ya'ni keyingi sell ketib qolish ehtimoli bor. Agarda bu bozor sellda yopilmasda bayda yopilaveradigan bo'lsa, unda mana bu Fibodagi 61, 50, 38, 23 zonlarimizdan atkatiga ishlab bo'lmaydi. Nima uchun?
Chunki sababi bor, bizadagi katta объемli, круглый объем bozor bayga qarab turib kuchli o'sish qilib berdi va